harf. Ovda qo'lga cho'lgan narsa nima deyiladi? Qormanglar. Xormang. Bo'lmaydi, 8 ta harf. Topdim, o'lja. Sevda. Biroz qo'yib tur. Doktorga kirmoqchi edim. Doktor Shakargami? Hozirmi? Ha? Nima bo'ldi? Maslahatim kirmaganing ma'qul. Juda asabiy. Sevda xonim, Eshitaman, doktor Shakar. navbatdagi bemorni tez kirit. Nega kutyapsan? Ichkaridagi kasal hali chiqmadi-ku. Marhamat, kimni navbati? Og'ayni bo'lmasa, uni birinchi marta shunday ahvolda ko'rishim. Seni ogohlantirdim. To'g'ri-da, Xumri hamshira ketgach, bir o'zi qoldi. Shunga asabiydir-da. Balki sevgilisi Istanbulga ketib qolgani uchundir. Yana bilmadim. Nima qilsin? Tayyorlandi, magistraturaga kirdi, bormasinmi? Menimcha har qanday ayol bu zamonda o'qib, ishlab, o'zini o'zi eplagani yaxshi. Nima? Hech narsa. Bo'pti, tuzalib ket. Yana bemor bormi, Sevda xonim? Yo'q. Yo'q ekan. Yaxshi. Aysha qo'ng'iroq qildi. 1,5 soatda yetib kelar ekan. Juda soz. 1 soatda chiqib ketsam, yarim soatda bo'laman. Ammo qo'ng'iroq qilganiga 1 soat bo'ldi. Nima? Nega vaqtliroq aytmading? Kutib olaman deb va'da bergandim-ku axir. Men qayerda bilay? Bu qanaqa asab bo'ldi? Agar kech qolsa, Aysha uni kunini ko'rsatadi. Bu meniki. Katta rahmat. Advokat Aysha Sarılar. Salom. Haligi advokat Aysha Sarılar menman. Aysha? Xush kelibsan. Orxon? Bu yerda nima qilyapsan? Doktor qani? Doktor ketdi, Aysha. Qayoqqa? Ha, uni boshqa joyga ishga yuborishdi. Boshqa joyga? Xayrlashmasdan ketdimi? Hamma bilan xayrlashdi, Aysha. Qanaqasiga hamma bilan xayrlashadi? Men bilan xayrlashmadi-ku, Orxon. Buni bilmadim. Surpriz! Voy doktor bey, uzr. Bilmay qolibman. Kechirasiz. Nima? Burningizga tiqilgan paxta juda ham yarashibdi. Yanada yoqimtoy bo'lib qopsiz. Kuldirma, o'zim zo'rg'a yuryapman. So'ramaysizmi? So'rashga cho'chiyapman. Mayli. Xo'sh, nima bo'ldi? Juda ham yaxshi. Ya'ni? Qabul qilishdi. Ha? Yaxshi. 2-semestrga borasan-da. Fevralgacha birgamiz. Doktor, keyingi hafta ketaman. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Biroz nafas ola olmay qoldim. Oy, ahmoq-ey. Doktor bey, sizni rosa sog'inaman. Ketdik. Qo'limdan ushlang. Ushlang.
Oppa. Ana. Shakarli bodom 4. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoqimli ishda. Rahmat. Oqsoqol. Bu yerda nima qilyapsan? Aysha qaytdimi? Qaytdi. Xo'sh. Qabul qilishibdi. Meni aqlli qizim. Kelgusi haftada ketadi. Meni baxtsiz doktorim. Oqsoqol. Boshim qotdi. Ayshani bu fikrdan qaytarishim lozim. Nima, o'zingni o'ylab uni o'qishdan qoldirasanmi? Bu gaping menga ma'qul. Unaqa niyatim yo'q. Faqat darrov ketishiga rozi emasman. Men fevralda ketadi deb o'ylagandim. Qiz nima qilsin? Kechiktirsa bo'ladi-ku. O'qishga bormasligi mumkin. Fevralda boshlayveradi. Iltimos yordam bering. Men nima qilay? Oqsoqol, siz men bugungacha tanigan eng buyuk yolg'onchisiz. O'tinaman, chorasini toping. Ustimdan kulyapsanmi? O'zimni kasal qilib ko'rsatsammikin? Ummu xola uchun o'qishidan voz kechdi. Fikret uchun nimalar qilmadi? Bunaqada bizning Fikretdan farqing qolmaydi. Ha, to'g'ri. Rashk qildirsamchi? Keyingi haftayoq ketib boradi. Olib qochsamchi? Qo'lingdan kelmaydi. Oqsoqol, shu kungacha qancha azobingizga chidadim. Endi siz menga yordam berasiz. O'g'lim, Ayshani yaxshi bilmaysan shekilli. Qolishi mumkin, ammo arziydigan sabab topishing kerak. Ya'ni o'qishdan kuchliroq bir sabab. Tushundim. Nimani tushunding? Rahmat Oqsoqol, rahmat. Nimani tushunding? Hey, hey. Hey. Kim bilsin, bu bolani hayoliga nimalar keldi. Arziydigan sabab. Kuchli sabab. Nima bo'lishi mumkin? Nima qilsa bo'ladi? Bu ayriliq azobi nihoyasiga yetsa-yu, yorimning vasliga yetsam. Shoshmasdan kallani bir joyga qo'yib o'yla. Yaqinda yangi doktor kerak bo'ladi. Tomi ketyapti. Nima bo'ladi? Yaxshilab aqlingni ishlat. O'qishdan voz kechmaydi. Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Topdim. Qoch, kelyapti. Derazadan meni kuzatyapsizmi? Sizni tomosha qilishdan boshqa ishimiz yo'q. Voy o'zimni shakarlarim. Sen og'ayni. Qani, bu yoqqa kelchi. Kel, do'stim meni. Namuncha pahlavonsan, ha? Sevda. Sen ham asalsan. Tavba. Bo'pti, men ketdim. Voy. Bu doktor aqldan ozdi. Gaping to'g'ri. Boshqa doktor kerak. Xolajon. Hormang xolajon. Rahmat, xush kelibsan shakar bolam. Xush ko'rdik. Ayshani so'ramoqchi bo'lsang, ko'chaga chiqib ketdi. Men sizni yoningizga keldim. Juda yaxshi qilibsan. Ayni vaqtida kelding-da. Biroz kutib tursang, ko'k somsa pishadi. Ko'k somsami? Aslini olganda uyingizga bir iltimos bilan keldim. Quloqim senda. Bir gul bor. Qandli diabetga foydasi bor deb yozibsiz, shunaqami? To'g'ri, bolam. Rahmatli buvam qand kasaliga chalingandi. Onam haftada bir qaynatib suvini ichirardi. Keyinchi? Buvam butunlay sog'ayib ketdi. 102 yoshgacha yashadi. Shunaqami? Axir
Xola, sezyapsizmi? Shu gul yordamida ko'p insonlar hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Gaping to'g'ri, lekin 30 yildan beri bu gulni ko'rgan bormikan? Shuni bir surishtirib ko'r. Shifoli giyohlarni hammasi bir chekkadan yo'q bo'lib ketdi. Biz insonlarni aybi bilan tabiat qoidalarini buzdingmi? Zarari avvalo insoniyatga tegadi. 30 yildan beri uni hech kim ko'rmagan, shunaqami? Yo'q. Kimdir topsa, insoniyatga katta foydasi tegardi. Men topaman. Muhabbat guli deb yozilgan, to'g'rimi? To'g'ri, muhabbat guli. Juda ajoyib hikoyasi ham bor. Ikki oshiq taqdiri. Buni aytgan kishi avliyolardan ekan. Bu hikoya nafaqat 2 yoshni sevgisi, balki muhabbatning har odami haqida hikoya qiladi. Muhabbatning 7 qadami bor deydi buni aytgan kishi. Birinchisi, muhabbat qalbga kirib kelgan lahzani seza olish. Ba'zan uzoq yo'l yurib, uni kichkina bir qishloqdan topasan. Gohida ko'z oldingdagini ko'rmaysan, ammo o'sha on kelgach, ko'zlaring ochilib sevgini his qila boshlaysan. Menimcha, har qanday ayol bu zamonda o'qib, ishlab, o'zini o'zi eplagani yaxshi. Ko'zingga qarasang-chi. Iye, senmiding? Kechirasan Sevda, ko'rmay qoldim. Hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q. Endi ham ayb bor. Xayol surib kelayotgandim. Nima bo'ldi Sevda? Hech narsa. Bugun aytgan gaping xayolimga keldi. Menga juda yoqdi. Nima degandim? Menimcha har ayol bu zamonda o'zini o'zi eplash kerak deding-ku. Shunday. Hech bir ayol erining qo'liga qarab qolish kerak emas. Mendan so'raydigan bo'lsang, ayollar erkaklardan 10 marta aqlliroq degan fikrdaman. Ularga imkon berilsa, nimalar qilishmaydi deysan? Bilasanmi? Seni bunaqa odam deb sira o'ylamagandim. Chunki chetdan qaraganda ho'kizga o'xshaysan. Ho'kiz? Bu nima deganing, Sevda? Hazillashdim. Hazil degan qursin. Boshqalarga o'xshamasligini taxmin qilardim. Lekin buni kech bildim. Qirsan qildik. Yuzimga qara. Voy, meni idoraga chaqirishganda. Maza qilib gaplashib turgandik-a. Baroqa kech qolma. Yana gaplasharmiz. Gaplashamiz. Bo'pti unda. Chop. Unda ketyapman. Sevda. Ertaga ishxonangga boraman. Bo'pti. Juda ham yaxshi. Kemal. Omadingni bersin. Rahmat. Seni shu yerda topishimni bilardim. Hamma yoqni izladim va darada bo'lsa kerak deb o'yladim. Aysha. Sen menga juda keraksan. Kerakligimni endi tushundingizmi? Hazilmas, jiddiy aytyapman. Familiyasi Shakar bo'lgan odam qanchalik jiddiy bo'lishi mumkin? Hazillashma dedim. Xolayni daftarida bir gulni ko'rdim. Qandli diabetga davo ekan. Muhabbat gulimi? Xuddi o'zi, muhabbat guli. Xo'sh. O'sha gulni topmoqchiman. Xolam 30 yildan beri bu gulni hech kim uchratmagan demadimi sizga? Aytdi, ammo baribir izlayman. Sen yordam berasanmi? Oxirgi bir necha kuningni ham birga o'tkazardik. Mayli. Xolam sizga oshiqlar hikoyasini ham aytib berdimi? Aytdi. 7 qadamni ham sanadi.
Ikkinchi qadam umid taxmin. Tushunmadim. Bittasini sevib qolding. Eng avvalo nima qilasan? Bilmadim. U ham meni yoqtiradimi deya umid bilan bir muddat nigohlari, harakatlarini kuzatasan. Ishonching komil bo'lsa, u yoq bu yoqdan surishtirasan. Demak, umid taxmin. Shunaqa umid taxmin. Sevda necha yoshga kirdi? Haliyam unga nasib qilgani chiqmadimi? Nega surishtirib qolding? Ertalab ko'rdim, rosa xafa, o'ychanida, shunga so'rayapman. Aysha ketyapti, balki shundandir, balki. Husayn, har kuni Sevda bilan birgasan. Bu qizga nima bo'lgan? Buni qara. Shunda ham deyiladimi? Menga qara. Qachondan beri Sevdaga qiziqib qolding? Nimaga shama qilyapsan? Nima deydi? Namicha shag'illaysan? Chaqirsam nima deydi? Tur, choy qo'y. Tur. Kelinlik yoshi ham kelib, o'tib ham ketdi, ammo baxt ko'yi. Sevda qizim desam nima deydi? Unga bir yo'l yo'riq ham ko'rsatmadinglar. Kim? Menmi? Gulten opa, odamni kuldirmang. Axir Sevda qishloqning eng aqlli qizi-ku. Aqlli emish. Sen mana erga tegib ketding, u bo'lsa hali ham uyda. Deganingizga xayolimga keldi. Uydagi mehmonlar ketganmikin? Kim edi mehmonlar? Haligi erim o'qituvchi bilan gaplashib o'tirganda Kemal ham kelib qo'shildi. Kemal juda yaxshi yigit ekan. Bugun shunaqa yoqimli gap aytdiki, menimcha har bir ayol bu zamonda o'zini o'zi eplash kerak dedi. Kemalni qayerda ko'rding? Savdo markazida 3-qavatida ko'rib qoldim. Kichkinagina qishloq bo'lsa ko'raman-da. Ammo qoyil qoldim. Bu davrda bunaqa odamni topish juda qiyin. Haqiqatan ham yaxshi odam ekan. Uni telba deyapsiz. Menimcha Sevda juda aqlli qiz. Aqlli, Go'zal. kelishgan. Ish ham tayin. Bekorchi emas. Hozirgi zamonda politsiyachilikdan yaxshi kasb Shu bormi? paytgacha nega sezmabman? O'zimga hayron qoldim. Birdan ko'zimga boshqacha ko'rinib ketdi. Kim? Kim ko'zingga boshqacha ko'rinyapti? Hech kim. Haligi Ayshani aytayotganda Ayshani o'qishganmi, qayergadir kirdi-ku. Aysha ko'zimga boshqacha ko'rinyapti dedi. Aysha haqidami? Ha, albatta. Aysha hammangizdan aqlli. Ko'rasiz, o'qishni bitirib kelgach, qishlog'imizda iftixoriga aylanadi. Albatta, doktor bir ishkal chiqarmasa. Ha, mayli. Menga bitta choy beringlar. Xolajon, hormang. Xush kelibsan, doktor. Rahmat. Xush ko'rdik. Aysha. Qara eshitmaydi. Kelishingni bilib sahardan beri o'ziga oro beryapti. Xola, nimalar deyapsiz? Kimsan, doktor kepti. Kuttirmaslik kerak. Xola, u ham kimsan, advokat? Qanaqa advokat? U hali o'qish kerak. Meni yolg'iz tashlab ketadi. Xola, Qani? Bormaysizmi? shoshmang. Doktor bey sal nafasini rostlasin. Xolam sizdan ko'proq hayajonda. Albatta hayajonlanaman. Agar doktor bolam muhabbat gulini topsa bormi, ajoyib ish bo'lardi. Topamiz, xola. Ammo uzish kerak emas.
ildizi tuprog'i bilan birga olib kelinglar. Bo'pti, xola. Bo'pti, boringlar. Izlayotganingni topish uchun juda kam vaqt qoldi. Fursatni boy berma. Bo'pti, boraqa. Xolam nima dedilar? Hech narsa. Ketdik. Salom, Sevda. Voy, Kemal, senmisan? Qalaysan? Yaxshiman. O'zingchi? Yaxshiman, rahmat. Doktorning kayfiyati qalay? Aysha kelib, o'ziga kelib qolgandir. Afsuski bugun doktor yo'q. Shunaqami? Ha, mayli. Mayli, kech bo'lmasa seni ko'rdim. Doktor bo'lmasa ham ishlayverasanmi? Ishlayman. Bemorlarni uchrashuv vaqtini yozib boraman. Demak, sayr qilgani borolmaysan. Yo'q, boraman. Ammo hech kim taklif qilgani yo'q. Aslida aytmoqchimanki, Nima demoqchisan? ya'ni ertaga ishing bo'lmasa, Xo'sh, yaxshi bir film boramiz. rostdanmi? Rostdan. Anchadan beri kinoga bormadim. Yaxshi, boramiz unda. Boramiz. Husayn, ertaga men yo'qman. Bu yer senga omonat. Bo'pti. Bo'pti. Xavfli joylarga yaqinlashmang. Bu safar sizni qutqara olmayman. Ketganingdan keyin qutqaradigan odam ham qolmaydi. Rostdan ham shu mavzuda gaplashishni istayapsizmi, Mehmet? Mana, yana o'sha ishni qilding. Nima qildim? Nima qildim? Qachon o'zing istamagan gap aytsang, meni doktor emas, Mehmet deysan. Ertaga aylanib narigi tomonga o'tamiz. U yerda ham bir qancha gul bor. Nega to'xtab qoldingiz? Uchinchi qadam eng yoqimlisi. Qo'l qo'lga. Qo'l qo'lga, bosh boshga, xullas nima desang de. Oshiqlar qaynaydigan olamdir bu. Muhabbat otashini his qiladigan o'sha shirin, yoqimli havo.
xolajon. Hormang. Kelinglar. Xushxabar bormi? Afsuski yo'q, xola. Darrov umidsizlikka tushma, doktor. Oson bo'lmasligini bilarding. Voy, vodiyning bu tomonida qaramagan joyimiz qolmadi. Muhabbat gulini topish, muhabbatni o'zini topishdan ham mushkul. Maslahatim, ertaga vodiyni narigi tomoniga ham Shunday o'tinglar. qilamiz endi. Ertalab uchrashamiz. Bo'pti, ko'rishguncha, doktor. Doktorga aytdingmi? Yo'q. Vaqt oz qoldi, Aysha. Ayt bilsin bola bechora. Xayrli kech, doktor. Xayrli kech. Aysha bilan hali ham sayohat qilyapsizmi? Maqsadga erishdingmi ish qilib? Muhabbat gulini topolmadim. Kim sendan gulni so'rayapti? Ayshaga aytyapman, bu yerda olib qolish yo'lini topdingmi? U haqda o'ylamadim. Men gul izlab yuribman. Aysha menga yo'lboshchilik qilyapti, xolos. Aldama bizni, doktor. Bu qishloqda hech narsa sir turmas ekanda, a? Endi nima qilaman? Oqsoqol senga yo'l ko'rsatibdi. Ayshani bu yerda olib qolish uchun senga juda muhim sabab kerak. Ya'ni buni ham bilasizlar. Vaqt tugayapti, doktor. Bizni qo'y. Ayshaga nima deysan, shuni o'yla. Biror taklif bormi? Buni ham biz aytaylikmi? Sen o'yla, bir qarorga kel. Endi hal qilmasam bo'lmaydi. Ertadan boshlab harakatga o'taman. Barcha vositani ishga solaman. Yaxshilikka bo'lsin. Kemal. Kemal. Kel bu yoqqa. Yo'q, og'a, men bora qolay. Bo'pti, xayrli kech. Kim? O'qituvchi bilan doktor gaplashib o'tirishibdi. Xabarlari yo'qmi? Bizni aytib qo'ymadingmi ish qilib? Kim bilan gaplashyapsan? Hech kim, Affet bilan. Affet bilanmi? Nima deyapti? Salom aytdi. Qo'llaringizni o'parmish. Affet yarim tunda menga salom aytyaptimi? Voy, tavba qildim. Nima bo'ldi, Bahri? Qizing shu kunlarda g'alati bo'lib qolgan. Qaysi qiz? Nechta qizimiz bor? Sevdan aytyapman. Yana nima bo'ldi? Bilmasam, shu kunlarda juda xursand, og'zi quloqda yuribdi. Qovog'ini solib yurgandan ko'ra shu yaxshi. To'g'ri. Ammo buni sababi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Nima bo'ldi, Bahri? Demak, sen hech narsa bilmaysan, shunaqami? Nimani bilaman, Bahri? Hech kim hech narsa aytgani yo'q.
Xayrli tong. Sizga ham xayrli tong, doktor bey. Bular nima? Uzoq joyga boramiz. Qishloqqa qaytish qiyin bo'ladi. Kerakli toshni og'iri yo'q deb o'yladim. Menga yaxshi fikrdek tuyulgandi. Ya'ni tog'da ochiq joyda yotamizmi? Chodir bor? Chodir? Bitta chodirda yotamizmi? Yo'q, yo'q. 2 ta chodir oldim. Qachon shuncha narsani yig'ishga ulgurdingiz? Ertalab shaharga tushib olib keldim. Mayli, o'ylab ko'ramiz. Tinchlikmi, doktor? Yo'l bo'lsin. Kechasi tog'da qolamiz, deyapti. Yaxshi fikr. Xolajoningizga tegdim shekilli. Bu nima deganing? Sizlar charchab qolmanglar deb aytyapman. Har kuni borib yana qaytib kelyapsizlar. Nima deding, bolajonim? Xuddi shunday, xola. Ay qiz, qayerqa? Tibbiy bo'limga Kemal bilan uchrashgani ketyapsanmi? Oyi. Dadang shubhalana boshladi, oshirib yubording. Dadam uydami? Ketdi. Amallab turing, onalar go'zali. Qani menga quloq solsa. Sevda, senmisan? Men Sevda emasman. Unda kimsan? Qani topchi kimman? Ha, aniq Sevdasan. Yana? Yoningda xursand bo'laman. Yana? Sevgilimsan. Nima? Kechirasan, ko'payib ketdi. Hech qisi yo'q. Biroz oldin nima deding? Shuni yana bir qaytar. Sevgilim, Yana ayt. sevgilim. Seni juda sevaman, azalim. Men ham tentay qiz. Aslida sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Kemal. Amr qil gulim, nima desang bajaraman. Lekin aytishga sira tilim bormayapti-da. Yomon narsa so'ramassan. Yo'q. Xavotir olma, yomon narsa emas. Tibbiy bo'limga borishim kerak. Xayriya opani dorilarini berishim kerak. Kutib turasanmi? Albatta kutaman, sevgilim. Sevgilim degan tillaringni sharti uzib olaman. Ketib qolma. Tezda qaytaman. Tinchlikmi, doktor? Bo'rimi? Voy, namuncha qo'rqasiz? Boyqush u, boyqush. Boyqushmi? Boyqush kunduzi sayramas shekilli. Qachon istasa o'shanda sayraydi. Nima qilibdi? Oldin bu yerlarga kelganmisan? Albatta, ko'p marta. Xolam bilan giyoh tergani kelardik bu yerlarga. Demak, bu yerlarni yaxshi bilasan. Bu boyqush zerikyapti shekilli. Bu safargisi boyqush emas. Bo'ri edi, bo'ri. Doktor bey, bo'ri duch kelib qolsa, qishloqqa qochib qolmaysizmi? Yo'q, bu nima deganing? Shunchaki sendan xavotir olyapman. Ha, albatta. Ketdik. To'rtinchi qadam. Qiyinchiliklar degan joyi. Sevgi eng yuqori nuqtaga chiqqach paydo bo'ladi. Ammo oshiq va ma'shuq buni kechira sezishadi.
Ularni qarshisida yengib o'tish kerak bo'lgan to'siqlar paydo bo'la boshlaydi. Toqqa chiqmasang, do'lona qayda. Sevadi, sevmaydi. Sevadi, sevmaydi. Sevadi. Buncha tez kelding? Sevda? Ha, tushundim. Sevgilim. Sevgim? Sevgimmi? Oqsoqolim aka, sevgilim, shundaymi? Sevdami? Oqsoqolim aka, bu siz o'ylagan narsa emas. Meni noto'g'ri tushundingiz. Politsiya xodimiga tosh otmang, qamalasiz. Bunday qilmang. Hali qo'limga tushasan-ku. Axir sizga aytdim-ku, chodirni ertalab qurish kerak edi. Bo'ldi. Keling, yordam beray sizga. Yo'q, o'zim eplayman. Voy, sira past ketgis kelmaydi-ya. Nega unaqa deysan? Sen olov yoqding, ovqat pishirding, chodirni men quray? Bo'ldi shekilli. Unchalik qulay emas-ku, ammo chidasa bo'ladi. Mana ko'ryapsan, qo'limdan doktorlikdan tashqari boshqa ishlar ham keladi. Ofarin, doktor bey, olqishlar sizga. Nima bo'ldi? Qayoqqa? Uxlaysanmi? Nima qilamiz? Televizor ko'ramizmi? Ha, ozroq suhbatlashardik. Hali tog'ni aylanayotganda rosa gapirdingiz. Qo'ying endi, sizni tilingiz meni quloqlarim dam olsin. Maylimi? Xo'pmi? Qara, qanday ajoyib kecha. Osmonda yulduzlar, gulxan yoqdik. Cho'g' zarralar har tarafga uchyapti. Bunaqa vaziyatda suhbatlashmaganmiz. Men yotaman, rosa charchadim. Biroz gaplashsak bo'lardi. Siz o'tiravering, men yotaman. Yaxshi quribsiz, menga yoqdi. Aysha, uxladingmi? Tinch qo'ying, bemalol uxlay. Magistrlik qanchaga cho'ziladi? 2 yil bo'ladi. Shunaqami? Uzoq ekan. Koshki meni harbiy xizmatim paytiga to'g'ri kelsa edi, birga o'tkazardik. Harbiy xizmat nima? Yo'q, xizmatda paytim sen o'qirding. Bu nima deganingiz? Nega harbiy xizmatni o'qishim bilan baravar o'tkazishga urnyapsiz? Shunda bir martagina ayrilardik. Men ham seni yo'lingni poylashga majbur bo'lmasdim. Yo'limni poylash shart emas. Bu nima deganing? Doktor, suv oqar, yo'lini topar, hammasi iziga tushib ketadi. Aysha, nimalar deyapsan? Aysha, bu nima? Doktor, Eshitaman. tashqarida bir narsa bor. Nima bor? Bilmayman. Tanasini ko'rdim. Aysha, bu nima? Katta ayiq shekilli. Jim tur. Nafas olma, indamasak o'zi ketadi. Ko'p gapirmang. Jim o'tirsak, chodir bilan birga bizni pishirib yesinmi? Unda nima qilamiz? Qochamiz. Qanday qochamiz? Men 3 gacha sanayman. Chodirdan chiqib shartta qochamiz. Ayiq eshitib qolsa-chi?
Nimani? 3gacha sanaganimizni. Doktor bepast qiling. Ayiq sanashni qayerdan biladi? 3 deganda chiqamiz. Tushundingizmi, Tushundim. doktor? Bir, 2, 3. Assalomu alaykum. Xayrli kech yoshlar. Voy, o'tagamizni yordingiz-ku. Veysal tog'a. Veysal tog'a? Voy. Qo'rqqanimdan boshim aylanib ketdi. Veysal tog'a yarim tunda bu yerda nima qilib yuribsiz? Bu nima qilganing? Olovni o'chirmasdan chodirga nega kirding, qizim? Senga shunaqa o'rgatganmidim? Olovni o'chirsak ayiq keladi. Ayiq emas. Menga o'xshagan o'rmon qorovuli keladi. O'rmonda ayiq qolgan ekanmi? A? Veysal tog'a haqsiz. Nima ham derdik? Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Kechiring. Bu yerda nima qilyapsiz? Yoki shaharliklar kabi romantika qilyapsizlarmi? Doktor deganing shumi? O'rmon qorovulining ham xabari bormi? Gul izlayotgandik Veysal tog'a. Bu yerga joylashdik. Qanaqa gul ekan? Muhabbat guli. Uni necha yildan beri hech kim ko'rmagan. Hikoyasini aytib berishmadimi? Aytishdi. Ya'ni muhabbat bosqichlarini bilasan, ha? Bilaman. Eng og'iri 4-bosqichdir. Qiyinchiliklar. Mana shu bosqichdan o'tolmasdan bugungacha qancha muhabbat yo'qqa chiqdi-ya. Seni xabaring bormidi? Yo'q edi. Rostdan yo'q edi. Ishoning. Qizing qani? Ichkarida. Chaqir. Baxri. Chaqir. Gapim o'tmaydigan. Bu qoptimi ularga? Labay dada, meni chaqiribsiz. Uni qaranglar. Xuddi nima deyishimni bilmaydigandek baqirayib turibdi. Qachondan beri uchrashyapsizlar ana bu Kemal bilan? Uchrashganimiz yo'q, dada. Ora-chora gaplashib turibmiz. Asabimni buzma. U seni sevgilim dedi. U meni sevgilim demaydi. Noto'g'ri tushungansiz. Nima o'zingni jinnilikka solib qutulaman deb o'ylayapsanmi? Bor ko'zimdan yo'qol. Bo'lmasa kuningni ko'rsataman. Nega jahli chiqadi? Balkim sevishib qolishgandir. Sevish boshqa narsa, dala burchagiga borib yashirincha uchrashish boshqa narsa. Kim biladi odamlar orqamda nima deyapti? Hali bu haqda gaplashaman o'sha Kemal bilan. Kemal? Bir kun seni otib qo'yaman. Namuncha qo'rqasan? Albatta qo'rqaman-da. Boshimga nima tushganini bilmaysan-da. Nima bo'ldi? Keyin aytib beraman, uzun hikoya. Bo'pti, sen ishingga bor. Ketsang-chi, bor maktabingga. Voy, o'zingni bosib ol. Qayerda qoldi bu qiz? Sevdami? Bunaqada jinni bo'laman. Ha! Husayn. Husayn. Bor. Chop, Sevdaga xabar ber, bor. Uni shu yerda kutaman. Husayn, meni tushunding-a? Borib ayt. Sevdani shu yerda kutaman. Sevda yo'q. Bo'lmaydi ham. O'rniga oqsoqol bor. Oqsoqol amaki? Yerchi. Urf odatlarimizni yaxshi bilasan. Shaharga qatnay berib o'zicha zamonaviy bo'lib qopti. Oqsoqol amaki, o'chir ovozingni. Oqsoqol, biroz shoshmang.
Axir seni yedirib ichirmadimmi? Politsiya maktabiga ketayotganingda xarajatlaringni kim ko'tardi? Xudo rozi bo'lsin, sizdan minnatdorman. Unaqada nega orqamdan ish qilyapsan? Yashirincha ish qilganim yo'q-ku. Sevda bilan darada uchrash yashirincha bo'lmaydimi? Modomiki shunday ekan, ota-onang bilan kelasan, so'raysan. Odat shunday emasmi, Kemal? Nima bo'ldi, doktor? Doktor. Doktor bey, bir nima desangiz-chi? Topdik shekilli. Bu o'shami? Ha? Bilmadim. Gulga o'xshayapti. O'xshayapti, lekin yaproqlari boshqacha. Mana, qarang. Buniki dumaloq. Bu esa biroz Haqsan. Bu muhabbat guli emas. Topdik deb o'ylabman. nima ham qilardik? Nasib qilgani bo'ladi. Men ishonaman, topamiz. Ammo bugun oxirgi kunimiz. Ertaga qishloqqa qaytishimiz kerak, shundaymi? Bilaman. Ayshi, o'qishga bormasang bo'lmaydimi? Nima? Orzularimdan voz kechaymi? Yo'q, aslo bunday deganim yo'q. Biroq kechiktirish mumkin-ku, 1 yilga qoldirsa bo'ladi. Bunday qila olmayman. Qila olmayman-da. Negaligini ayt. Qara, Gulni birga izlayapmiz. Qandli diabet bilan og'riganlarga shifo olib boramiz, ularni birga davolaymiz. Ketmaslik uchun bundan yaxshiroq sabab bo'ladimi? Nima? Gul izlash va bularni hammasi meni ketmasligim uchunmidi? Doktor bey, sizga bir narsani aytishim kerak. Gap faqat Istanbulga borishim yoki bormasligimda emas. Buni davomi bor. Davomi bormi? Men yozgan maqola xorijdagi ba'zi ta'lim muassasalari e'tiborini tortgan. Xalqaro huquq bo'yicha o'qishga taklif qilishdi. Qayerga? Angliyaga. Angliya dedingmi? O'sha yerga ketasanmi? Ha? O'sha yerga Bugun bir qarorga kelib, ularga bildirishim kerak. Ya'ni Yutuqlarimdan xursand bo'lmaysizmi, doktor bey? bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Aqlli ekanligingni bilaman va albatta sen uchun xursandman. Qani ketdik. Oxirgi daqiqalarimizni mazmunli o'tkazaylik. Yaxshimisan, Kemal? So'rama muallim, rosa qiynashdi. Taxmin qilyapman. Xo'sh, bizga xushxabaring bormi? Qanaqa xushxabar? So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, to'y tomoshaga oz qolganmish. Yo'q, ustoz, bu tashvishdan qutuldim. U qiz qo'shni qishloqdan edi, dedim. Ora-chora darada yashirincha uchrashamiz deb qutuldim. Bo'lmasa Sevda bilan to'yimni qilishardi. Shoshma. Bizni Sevda masalasida jiddiy emasmisan? Bunaqa bo'lishini qayerdan bilay, ustoz? Unchilasha boshlaganimizga hali bir hafta bo'lgani yo'q. Bu apil-tapil bo'ladigan ish emas-ku. Sevda, Kemal haq. yaxshimisan? Yaxshiman. Bo'lib o'tganlarni seni og'zingdan ham eshitgach, ancha yaxshiman. Oson qutulibmiz. 3-5 kunda oila qurib bo'lar ekanmi? To'g'rimi? Bu yerda ishim tugadi, men ketyapman. Rostdan ham qutulibman. Bu nima qilgani? Battar bo'l. Doktor bey, Labbay. qani kela qoling. Sho'rva pishdi. Hozir emas. Mabodo mendan xafa emasmisiz? Yo'q, nega xafa bo'laman? Aniqmi? Charchadim, yotay degandim. Bo'pti, keling sho'rvani iching.
Keyin yotaverasiz. Hozir boraman. Mana chiqyapman. O, tarhana isi kelyapti-ku. Aysha, havo biroz sovuqroq, ustingni yopib uxla. Tag'in kasal bo'lib qolma. Bilmasam, olov yonida sezmadim shekilli. Ammo to'g'ri aytyapsiz. Doktorning gapiga quloq solish kerak. Rostdan ham sovuq ekan. Mana ol. Ha, yo'q, siz olavering, men o'zimga solaman. Men quydim, ola qol. Qo'lim kuydi, ol. Voy, to'g'risi bo'ridek ochiqman. Nima bo'ldi? Ta'mi g'alati tuyuldi. Qanaqa g'alati? Bir narsa yetishmayapti. Voy, doktor, qalampir solishni unutibman-ku. Qalampir tugagan. Yo'q, Menimcha shundoq ham chakkimas. Ich. Maqtaganingizcha bor. Ta'mi rosa mazali bo'pti. Haqiqatan shunday. Yana nima bo'ldi? O'zimni g'alati his qilyapman. Qo'limni zo'rg'a ko'taryapman. Ha. Ich, shifo bo'lsin. Doktor, ko'zlarim yumilib, rosa uyqum kelyapti. O'zimni tutolmayapman. Uzr, Aysha, boshqa chora qoldirmading. Beshinchi qadam shubhadir. Qiyinchilikka duch kelgan oshiqlar bir qarorga kelish kerak bo'ladi. Yo hech narsaga qaramasdan sevishda davom etishni tanlashadi. Hidi shirin chiqyapti. Osh bo'lsin bolajonim. Yoki mashaqqatlardan qo'rqib, muhabbatdan voz kechishadi. Qarorlari nima bo'lgan taqdirda ham har ikkisi ham inkor qiladi. Bu muhabbatni yo'qqa chiqarib, o'zini ko'rsatishdir. Aslida shunisi yaxshi bo'ldi. Oqsoqolga qo'ysa bizni to'yimizni qilardi. Holbuki bir-birimizni endi taniy boshlagandik. Sevda bilan bir qishloqda katta bo'lmadingmi? Yana qancha tanimoqchisan?
Yo'q. Shunisi yaxshi bo'ldi. Oramizda bir tortishuv bo'ldi. Ammo shunisi yaxshi. Men buni do'pposlayman. O'zi menga mos emasdi. Meni xayolimdagi boshqa, ya'ni kasbini san'atga aloqasi bor. Masalan, qo'shiqchi, arxitektor, sazanda, san'atkor, rassom, chizuvchi, ya'ni musavvir. Biz bir-birimizni shunchaki yoqtirardik. Boshlanmasdan tugadi, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, ko'rsam aytaman. Nima? Nima? Gapir, ancha qiziq bo'lyapti. Voy, biz qayerdamiz? Doktor? Doktor bey, uyg'oning. Doktor, uyg'onsangiz-chi, bo'la qoling. Turing. Uyg'oning. Voy, tura qolsangiz-chi, namuncha turishingiz qiyin-a. Voy, tavba. Rosa qotib uxlabman. Doktor, bu qayer? Qayer deganing nimasi? Ya'ni kechasi shu yerda qoldikmi? Bu yer biz chodir qurgan joyga o'xshamayapti. Shu yerda tunadik. Mana qara, daraxt, ko'l. Ha? Charchoqdan eslay olmayotgandirmiz. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo'q, axir men o'tin to'pladim, gulxan yoqdim. Bu yer biz chodir qurgan joy emas. Nima, bizni o'zga sayyoraliklar olib qochdimi? Hozir GPSdan bilib olamiz. Telefonni topolmayapman. Siz ko'rmadingizmi? Yotayotganda yoningga qo'ygandirsan. Yo'q. Qanday uxlab qolganimni ham eslolmayapman. Oxirgi esimda qolgani sho'rva ichayotgandim. Rosa uyqum kelyapti deding. Ovqatni ham oxirigacha ichmading. Qayerda bu telefon? Qayerda qoldirdim? Hech qayerda yo'q. Siz qarang telefoningizga, qayerdaligimizni bilib olamiz. Albatta. Meniki ham yo'q. Qanaqasiga? Yo'q. Tavba. Gulten, Ha? qizing qani? Hozir ketdi. Qayoqqa ketadi? Ishiga. Kimgadir dori berish kerak ekan. Senga uydan burnini ham chiqarmasin demabmidim? Bu gapingizni jiddiy qabul qilmadim. Nega? Qizning Kemalga aloqasi yo'q ekan. Nega uni uyga qamab qo'ydingiz? Hamma tashvishlar Sevdani bo'sh qo'yib qo'yganimizdan kelyapti. Bo'lmagan gap. Barcha ko'ngilsizliklar siz tufayli. Qizni o'z holiga qo'ying. Gulten, nimalar deyapsan? Ularning o'rtasida bir narsa bor. Yigit inkor qilyapti. Yolg'on gapiryapti. Men unga ishonmayman. Nima bo'lganda ham hammasini rasvo qildingiz. Bo'ladigan ishni yo'qqa chiqarib, mana endi O'ylab o'tiribsiz. gapiryapsanmi? Men yo'qqa chiqardimmi? Gapini qaranglar. Oqsoqol. Keling, umma xola.
Ertalabdan beri Ayshaga qo'ng'iroq qilib tusholmayapman. Telefonini quvvati tugagan yoki aloqa yo'qdir-da. Bugun ertalab qaytish kerak edi. O'qisi bo'yicha gaplashmoqchi edi. Angliyada uni qo'ng'irog'ini kutishyapti. Angliyada? Ha? Bexabarman. Voy, ko'zingga qara. Ko'zingga qara deganing nimasi? O'tgan safar ham o'zing urilib ketganding. Qalbimni sindirganing yetmagandek, endi boshimni ham Sevda. yo'risammi? Tegma menga. Birortasi ko'rib qolib, uylantirib qo'ymasin tag'in. Senga gap tegmasin deb shunday qilgandim. Boplading. Dadam o'zi ishga olib borib, qaytib olib keladi endi. Men deb bo'lganida sustaman. Menda qolibdi. Balki saqlab qo'yarsan. Albatta. Go'zal kunlardan xotira. Men o'sha kun xotirasini qalbimda olib yuribman. Hoy! Qizimni yonida nima qilyapsan? Hozir seni kuningni ko'rsataman. Nima deganingiz bu? Iya. Qayoqqa ketyapsan? Kemal, kel bu yoqqa. Qochma, kel. Bu yerda nima qilyapsiz? Menga yolg'on gapirdinglar, shunaqami? Oqsoqol. Shoshmang. Yur. Senda ishim bor, yur. Tavba, tavba. Menga qarang, bu yerdan o'tganmidik? Sira eslolmayapman. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Nega hech nima kelmas ekan, doktor bey? Bugun qo'ng'iroq qilib qarorimni aytishim kerak. Bunaqa vahima qilaversang, qishloqni umuman topolmaymiz. Biroz xotirjam bo'l. Qanaqasiga xotirjam bo'lay? Sizga umuman tushunmayapman. Shu vaqtgacha yo'qoldik deb hammani oyoqqa turg'izishingiz kerak edi. Lekin siz aksincha meni ortimdan sudralib kelyapsiz. Men ham yana stressga tushmay, hech ishimiz o'xshamayapti, boshim qotdi, yana ikkilanib qolmay dedim. Istasang shunday qilay. Bo'pti, unday qilmang. Men ham zo'rg'a turibman o'zi. Of, Nima bo'ldi? topdim. Doktor bey, haligi namuncha hovliqasiz-a? Doktor, Boshqa gul ekan. yaxshimisiz? Tura qoling. Yana nima bo'ldi? Oyog'im lat yedi shekilli. Keling, ushlang. Ushlang. Shu yetmay turuvdi. Yo'lni topdik deganimizda endi bu tashvish chiqdi. Og'irligingizni menga tashlang. Voy, Butun og'irligingizni tashlang. og'riyapti. Veysal, bizni Aysha bilan doktorni ko'rdingmi? Ko'rdim. Kecha mana bu tepalikda dam olishayotgandi. Shunaqami? Tinchlikmi? Hech narsa, tinchlik. Ulardan xabar bo'lmadi. Shunga xavotir oldik. Ertalab vodiy tomonga tushdi, keyin ko'rmadim. Bo'pti. Yaxshi, rahmat. Omon bo'l. Tushundim, boshliq. Tushunaman. Rahmat, sog' bo'ling. Nima deyapti? Vertolyot qayoqqadir uchib ketibdi. Kechgacha qaytishi mumkin deyishyapti. Qorong'uda ucha olmaydi. Ertagacha kutishga majburmiz. Mana, ko'ryapsanmi? Ertaga nima qilishadi? Boshlariga bir ish tushgan bo'lsa. Xavotir olmang, Ummi xola. Aysha aqlli qiz, bir yo'lini topadi. Bolalar endi nima qilishadi? Voy bo, namuncha o'yladilaring. Balki topilishni istashmayotgandir. Bo'lishi mumkinmi?
Qani, yaxshilab siq. Qani. Siqyapman. Mana, Ja, unchalik emas, sekinroq. bo'g'ib qo'ymaganimga shukr qiling. Hurmatingiz borligida jim o'tiring. Hamma tashvishlar siz tufayli bo'lyapti. Meni aybim nima? Jo'rttaga qildimmi? Hali muhabbat guli. Hali yur sayohatga chiqamiz. Hali oxirgi kunlarimizni birga o'tkazaylik dedingiz. Xo'sh. Topdingizmi o'sha gulingizni? Topolmadim. Ammo shu atrofdaligini his qilyapman. Haliyam tavbasiga tayanmadi-ya. Doktor, men qishloq bolasiman. Angliyaga borish nima ekanligini tushunyapsizmi? Angliyaga baribir borasan, shunaqami? Bormay nima qilay, doktor? Siz bilan ertalabdan kechgacha tog', adir, gul chamanzorlarni sang'iymi? Nima istayapsiz mendan? Ayting, sizni ham, meni ham ko'nglimiz joyiga tushsin. Albatta aytaman, biroq sen oldin sal o'zingga kel, keyin. Biror xabar bormi? Xudur. Tarjimasi sizdan so'ragani keldik. Bechora bolam, nima qilayotgan ekan? Qiradirda o'zini qanday tutishni bilmaydi. Sho'rlik rosa qo'rqayotgandir. Xola, bu qizni siz katta qildingiz. Aysha o'rmonni 5 qo'ldek biladi. Aysha emas. Bechora doktorni aytyapman. Qizim bir chorasini topadi. Xushxabar. Ha, topishdimi? Yo, vertolyot iznagani chiqibdi. Shu xushxabar. Vahimang qursin. Mayli, kichik bo'lsa ham bir yangilikda bu ham. Ha? Endi tanidim. Biz vodiyning narigi boshida ekanmiz. Lekin u yerga qachon bordik? Doktor. Doktor. Qaytish yo'lini topdim. Qani tezlashtiring Sen qadamni. boraver. Bu nima deganingiz? Oyog'im qattiq og'riyapti, senga yuk bo'laman. Yo'q. Kemaga tushganni joni bir. Yo'q, sen bor. Tezroq o'qishga rozi ekanligingni ayt, bor. Kech qolib bo'ldim. Keyin sizni ham bu ahvolda tashlab keta olmayman. Birortasiga aytsang, olib ketgani keladi. Men sabab orzularingdan qolib ketma. Doktor. Sizni tashlab ketmayman. Peshonamga yozilganidan ortig'i bo'lmaydi. Yana bu ahvolda bo'lsangiz, yuring. Senga bir gap aytaman. Ha, doim shunaqa. Endi gap boshlamoqchi bo'lganingizda kimdir paydo bo'ladi. Bu qanaqa ovoz? Vertolyot. Qani? Qayerda? Ana bu yerda. Hoy! Bu yerdamiz. Hoy! Hoy! Bu yerdamiz. Oltinchi qadamga keldik. Taslim bo'lish. Bu bosqichga kelgan oshiqning 2 yo'li bordir. Yo orqa burilib ketadi, yoki muhabbatini tan oladi. Lekin men shu yergacha kelib, ortga qaytganini ko'rmadim.
Bu insoniylikdan emas. Noto'g'ri qadam tashlab sevgisidan voz kechsa, insonni ishini qilmagan bo'ladi. Telefoning jiringlayapti. Qarasang-chi. Ha, mana chiqaryapman. Ha? Eshitaman boshliq. Hop. Tushundim. Topishibdi. Vertolyotda ko'rishibdi. Qalay, yaxshi ekanlarmi? Yaxshi. Ikkovi ham soppa-sog'. Ana, xayriyat. Qanday yaxshi bo'ldi. Qanday yaxshi. Hay. Nimalar bo'lyapti? Oqsoqol. Oqsoqolim aka. Ha. Ertaga vaqtingiz bormi? Nega so'rayapsan? Ota-onam bilan siznikiga bormoqchi edim. Xayrli bir ish uchun. Mayli, kelinglar. Bular nima, doktor bey? Telefonlar eng boshidan beri sizda edi, shunaqami? Ataylab meni kech qoldirdingiz. Boshqa narsa topa olmadim. Ketishini istamadim xolos. Doim xayolingizga bu mag'rur narsalar keladi, doktor bey. Kechir meni. O'zingiz biror nima qilishni istamaysiz. Hammasi o'z joyida qolsin. Hech kim hech qayoqqa ketmasin deysiz, nuqul. Aysha, O'zgarishlardan nega bunchalik qo'rqasiz? Men ketmay, siz ketmang. Hayotimizni oxirigacha mana shunaqa tog'u toshlarda yuraveramizmi? Yangilik qilish haqida umuman o'ylamaysiz. bir sabab topsam qolasan deb o'yladim. Muhabbat guli ham shuning uchun edi. Bahona izladingiz. Va muhabbat gulini o'ylab topdingiz, shunaqami? Meni yoningizda ushlab qolish uchun xayolingizga boshqa narsa kelmadi? Bilasizmi kimsiz? Aysha, iltimos. Bundan keyin meni Aysha demang. Sariq qizim demang. Uchrashib qolsak ham umuman gapirmang. Sevinasiz deb o'ylagandim. Magistrlikka o'tib, orzuyimga yetishgach, xursand bo'lasiz deb o'ylabman. Aslida sizni tashlab ketmaslik uchun menda sabab bor edi. Va u mana bu yerimda edi. Sizda esa menga qol deyishga arziydigan biror sababingiz ham yo'q ekan. Qalbimni sindirdingiz, doktor bey. Rostdan ham yuragimni tilka pora qildingiz. Oling. Xo'sh. Nima bo'ldi, Aysha? Bahonalar qildim. Tilimga kelganini ayamay aytdim, ammo unchalik ishonarli chiqmadi. Eyvoh. Yo'q, Gulten xola. Eyvohlik vaziyati emas. Qabul qilishdi. Ay, endi Angliyaga ketasanmi? Yo'q, Angliyaga bormayman. Istanbulda qolaman. Ona yurtimdan ayrila olmayman. Axir xolamni qanday qilib tashlab ketaman? Go'zal qizim meni. Jonim meni. Ammo bir gap, bu ishni bir maqsadda qildim. Istanbulga men bilan ketasiz. Men sen bilan dunyoni narigi chetiga ham boraman. Xolajon, Jonim meni, bolajonim meni. Shu suhbatingizni buzmay. Ammo doktor nima qiladi? bundan keyin meni Aysha demang. Sariq qizim demang.
Uchrashib qolsak ham umuman gapirmang. Sizni tashlab ketmaslik uchun menda sabab bor edi. Va u mana bu yerimda edi. Sizda esa menga qol deyishga arziydigan biror sabab ham yo'q ekan. Ehtiyot bo'l qizim, xo'pmi? Albatta xolajon, siz ham men bilan ketishga va'da berdingiz, shunaqami? Sen joylashib ol. Men keyin boraman. Kel bag'rimga bosay. Ketyapsanmi? Dodo, yig'layapsizmi? Yo'q, ko'zimga bir narsa kirdi shunga. Bu qiz ketyapti, bir o'zing qolyapsan. Sen ham tez kunda turmushga chiqasan. Biz esa yolg'iz qolamiz. Sizni bunaqa ahvolda ko'raman deb o'ylamagandim, oqsoqol. Ko'p gapirma, yaqinda qizimni olib ketasan. Istanbulga ketadigan yo'lovchilar, yuryapmiz. Ayriliq vaqti keldi. O'zingiz ehtiyot qiling. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Bunchalik xafa bo'lmang. Yaqinda uchrashasizlar. Qanday xafa bo'lmay, ichim yonib ketyapti, ichim yonyapti. Dodo, sizga aytganim yo'q. Umay xolaga aytyapman. Nega hiringlaysan? Politsiya xodimisan-da, bo'lmasa bir musht tushirardim, yerga yopishib qolarding. Doktormi? Doktor, senmisan? Doktor-ku. Hoy, birodar, nima bo'lyapti? Hayot-mamot masalasi. Bu yoqqa yur. Nima qilyapsiz? Yur. Voy, boshimga bitgan balo bo'ldingiz-ku. Qayoqdan ham sizni o'chiratdimi? Nega sizni olib qochdimi? Bu o'shami? Muhabbat guli.
Juda chiroyli ekan. Ketganingdan keyin qarshimdan chiqib qoldi. Qo'limda senga bo'lgan sevgimni ko'rsatadigan yagona dalil mana shu. Taslim bo'lish ham yaxshi. Ammo eng yoqimlisi so'nggi qadamdir. 7-odim birga bo'lish. Tushuntirishni ham keragi yo'q. Zotan birga bo'lmasang, muhabbatni nima keragi bor? Aysha Sarilar. Yana bir ismi Sariq qiz. Mehmet, nima qilyapsiz? Allaqachon qilishim kerak bo'lgan ishni qilyapman. Seni uchratguncha hayotim oq-qora edi. Oddiygina doktor edim. Sen bilan hayotim ma'noga, ranglarga to'ldi. O'zimni baxtiyor his qila boshladim. Qayerga borsang bor, xohlasang Angliyaga yo bo'lmasa Afrikaga ket, ammo meni ham olib ket. Menga turmushga chiqasanmi? Boshimga bitgan balo. Shakarli bodomim. Ha. Hoy, nima qilyapsiz? Roziman. Ha! Ha! Bahri buva, yana bitta ertak aytib bering, iltimos. Ikkita aytib berdim-ku. Yana nimani aytay? Yotadigan paytlaring ham bo'ldi. Jo'g'ori pishmadi-yu. Hozir 2 daqiqada pishadi. Yegunimicha yana bitta aytib berasiz. Arslonsiz, qoplonsiz. Buni qaranglar. Buvaga qanday xushomad qilishlarini. Bu aqlni kimdan olgansan? Afetdanmi yo Husayndanmi? Iltimos Bahri buva. Qo'zichog'im, seni xafa qilmayman. Iltimos degan tillaringdan seni aytdim. Qanday dunyoga keldik Bahri buva? Tushunmadim. Bu nima deganing? Haligi tushunmadim. Oyim bilan dadam qanday tanishishdi? Ha, bumi. Aytaman. Oldin mana bular. Oling, yenglar. Hammasi sari qiz doktor Mehmet Shakarni o'g'irlagan kundan boshlandi. İlk uchrashganlarida o'q yoydan chiqib bo'lgandi. Onang dadangni olib qochdi, dadang esa sevib qolib aqlidan ayrildi. Avvaliga ishonmadik. Ya'ni o'tkinchi bir havas dedik. Har shahardan kelgan doktor uni olib qochgan, aldagan qizga qanaqasiga oshiq bo'lsin.
Holbuki olov allaqachon alangalanib bo'lganda, ikkovi ham bir-biriga oshiq edi. Lekin ayta olishmasdi. Ana bugun, ana ertaga birga bo'lishadi deb yurganimizda birpasda kelishmay qolishdi. Oldin o'rtalarida Ziberbey paydo bo'ldi. Bu orada dadang boshqasiga uylanishiga sal qoldi. Ha, hozirgidek yodimda. Keyin yana bittasi Ayshaga sovchilikka bordi. Unashtirildi. Hatto to'y ham boshlandi. Dadam nega to'sqinlik qilmadi? O'sha damda dadang aql o'qishidan ayrilgandi. Bu voqealar o'tdi ketdi, ammo Ayshaning magistr ishi o'rtaga chiqqach, biz endi bular birga bo'la olmaydi dedik. Lekin seni dadangchi shakarli bodom bor-ku, oxiri qiladiganini qildi. So'nggi daqiqada onangni ko'ngliga yo'l topdi. Sari qiz baribir orzularidan voz kechmadi. Angliya rejasi yo'qqa chiqmadi. U magistrda o'qish uchun Istanbulni tanladi. Imkon topishi bilan qishloqqa shakarli bodomning yoniga uchardi. Keldi, ketdi, keldi, ketdi. Keyin darslari ko'payib kelmaydigan bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Borib kelish navbati dadangga keldi. Sevgani yoniga chopib ketadi. Bu yerdan Istanbulga shanba kuni ertalab chiqardi. Yakshanba kuni kechqurun qaytardi. Ketdi, keldi, ketdi, keldi, ketdi, keldi, ketdi, keldi. Bahri buva, Nima deysan, qizim? to'yni aytib bering. To'ymi? Albatta, sari qiz bilan shakarli bodomning to'yi. Bu esa umuman boshqa hikoya. Film Milliy telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.